Yandex qilmay men o'lay. Bitta klient yarim soatdan beri kutib o'tiribman. Ding etib atkaz bosib yuborsa dardim kimga aytaman? Bunaqada qachon ko'karaman ekan-a? Assalomu alaykum. Yandexmi deysiz, haydang. Endi atkaz bosib yuboradi deb turdim. Chiqdingizmi singlim, ketdik. Anaqa uylanganmisiz? Shopir aka, xotiningiz bormi? Uylanmaganman singlim. Bo'ynimda mashinadan kreditdan boshqa hech vaqa yo'q. Yes! Menga juda ham yoqdi Shopir aka. Mana shu bir chekkaroqda to'xtatib yuboring-da. Joningdan qop-qora Malibu'mi? Bu sizga tayyor mashina. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir, yelkamga baxt qush qo'ndi. Voy, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bu onasini emsin, bayda nima qilyapsiz endi? Bu Brand Rose do'koni 20-oktyabrgacha shim, oyoq kiyim, vitrovkalar barchasi 99 mingdan. Tayyor kiyimlar. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir. Kimdir kalboshing umuman baxtdan chiqmasin deb duo qilganmikin-a? Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bayga nima keldik? Oppa, o'zingizga 3 xonali domni kaliti. Tayyor uy. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onasini emsin. Shu paytgacha bitta ham kemaga olmadim. Birdaniga kelib bo'shtirib qo'yapti-yu. Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Keling, tortinmasdan kiravering. Qanaqa bo'larkin-a? Bu endi sizning uyingiz. Enamda uyda yashab bermasammi onasini emsin? Asal bolalarim. Iye, bular kim? Bular meni bolalarim. Tayyor farzandlar. Siz qiynalmang dedim-da. Ya, onasini emsin. Va qiynalmasdim, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Yo'q, meni jondan sevgan rohatim endi yo'q. Dada nima qilyapsiz? O'zim tinmay azoblayapman. Xotinsizlikka chidolmayapman, o'lim. O bitta kampir deb siqilishingizni qarang. Qo'shnilarning oldida ham sharmanda qilyapsiz. Iye, seni xotining borda darmay to'lim, otang ko'zingga ko'rinmaydi. 3 kun yostiq quchoqlab yotgan keyin bilasan ekan. Yig'lamang dada, bo'ldi, sizga zo'r yangiligim bor. Tir. Yangiliging ko'nglingga sig'ami? O'zi sovuq suvga oyog'im solib o'tirganim uchun bittasi kichkina o'qib qolibdi. Ana shuna buydoq bolalarga o'xshab uylanaman deb iz bordilar-da. Sochingizdan ko'p oshiringiz. Rohat xola o'lgan bo'lsa, Turdi xolani olib beramiz. Jinnimisan? Turdini eri bor-ku. Uni eri o'tgan hafta o'lgan dada. Ya, onangni yer. Ertaroq aytmaysanmi shuni? Ha, qarang, mazali barbekyu burger olib keldim. Buni yeb maslahat qilamiz. Mazali barbekyu burgeringni menga ber. Bu bilan men Turdini oldida yelka-melka turib bunaqa qapalashgan edi. Ko'nglini zab qilaman. Kelin. Labay adajon. Kelin, umuman kiyimlarni o'rniga benom kiyimda olib chiqing, sovchilikka ketyapman. Kimga adajon? Mazali barbekyu burger bilan Turdiga. Adajon kech qolib bo'ldi. Turdi xola Qur'on tog'a bilan aqd payman qilib bo'lishdi. Yig'irtillamay o'lgur. Kecha eri o'lib, bugun aqd payman. Qur'onni ham bir siltam joni qolgan. Menga kalbasa bilan itga qo'shadigan dorilarni aralashtirib chiqing tezroq boring. Nima qilasiz? Qur'onga berib o'ldirib, Turdini o'zimniki qilaman. Dori-porini qo'ysiz-chi adajon. O'zim sizga Turdi xolani to'g'rilab beraman. To'g'rilab bermay qo'yar, ko'rdik, maza qildik qizim. Mana rohat deding, rohat turilayman deb rohatini ko'rmasdan pishdi o'ldi. Turdini ham tura olmaydigan qilib qo'yasan. Yaxshi ham mamlakat degan xotinni sevib qolmabman. Bitta qarab qishloq qilib qo'yarding uni ham. Adajon yaxshilik tilamayman. Tilama yaxshilik, tilama. Sen bu 18 ming olamni toq o'tib ketishimni xohlayapsan, tushundingmi? Bo'ldi adajon, asabiylashmang. O'zim sizga e'tibor berib. E'tibor ham berma. E'tibor bergan odaming pishyapti-ya, o'lyapti, ishdan chiqib. Hech qaytimga e'tibor berma. Men uylanaman, qirchillama bo'laman. Bir choch etak to'la bolalarim bo'ladi, tushundingmi? Men shu uyga Turdisiz sevmayman men, tushundingmi? Turdi! Qaydasan, Turdi? Onangni ham ishdan charchab kelasan, ertalab yana ishga ketaversan. Erkak shunaqa yaralgan ekan. Ayasi, ishdan charchab kelganimga esimdan chiqib qoldi. Vannaga olib kirib yuvib. To'xtang. Men o'zim yuvib qo'yaman. Siz charchab kelgansiz, uxlab dam oling. Hamma ishlarni men o'zim qilib qo'yaman, adajonisi. Onangni miray, meni xotinimmi bu? Ovqat pishguncha chidolmayman-ku. Ayasi, qozon tepasida ko'lanmoqchi emasdim. Bo'ldi, dadajonisi. Ha, tuzini tatib ko'rish kerak-ku. Ayasi, o'zingmisan? O'zimman, dadajonisi. Ha, o'tiring, suzib beraman, birgalashib ovqatlanamiz. Voy, onang. Eng tinchak vannada o'zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pul duxidimi? Ayas, tavba qildim. Topgan pulim seniki. Yo'q, dadajonisi. Bu pullarni belingiz qiynalib, terlab ishlab topgansiz. Menga pul kerak emas, o'zingiz ishlating. Pul erkak kishida turish kerak. Onangni ham xotinimda o'zgargani rost olsin. Ayasi makaginda. Ana bir-birimizni tushunib oldik. To'g'ri. Endi aql baxtli oila bo'lib yashaymiz, xo'pmi? O'zgarganini yuvamiz ayasi. Nimada ketamiz?
Ayasi mashinani nima qilding? Dadasi, men ham sizni so'kmadim, sassiq paypog'ingizga. Va kallang qurg'ur sassiq paypoq bilan bitta butun mashinani farqi bor-ku. Dadajon, siz va'da beraman, polni o'zgaraman. Tirik qolsang va'da ber, pulni o'zgarasan. Yetib olsam big'illataman. Aka, Sen shohida yursang, men yuraman bargida. Ergash aka, yangi daftarcha qanday rasmlari bilan? O'zing yangi daftar tutib oldingmi? Sizga qulayroq bo'lsin dedim-da. Xo'p, nima yozay? Shu daftarni yozing, buni ham sizdan oldim, orqa tarafdan. Daftarga ham mendan oldingmi? Jonga tegdi qarzlaring. Katta bo'lasan. Ergash aka, menga ham zarilmi? Har kuni sizdan sarg'ayib qarz so'rash. O'zimga emas, jiyaningizga so'ramoqchi edim. Ha, jiyanga bo'lsa mayli gapir. Kasha yozing, Kasha yozdim. aroq yozing. Aroq, endi aroq jiyanga bo'lmasa kerak. Badaniga surtamiz, issig'i chiqyapti aka. Xo'p, keyinchi? Sho'rbodring ham yozing. Shu sho'rbodiringni hozir. Bo'ldi, semichka yozing bo'ldi aka. onangni bir xotinim bilan urushib qoldim. Nimaga? Bitta televizor bo'lsa, bir kishi serial ko'raman deydi, bir kishi futbol ko'raman deydi. Futbolni menikiga chiqib ko'rsa ham bo'ladi-ku. Uyalaman-da, endi xotinim senikiga chiqib futbol ko'rmaydi-yu. Xotining futbol ko'radi. Qanday, darmaydi? Ana sher keldi. Ha, Choponingni berib tur, kechga uchrashuvmi? bo'ldi, muammo yo'q, jo'ra. Voy, mana shu choponni kim o'ylagan bo'lsa hamchi, zo'r o'ylab topganda. Bironta kattaroq ishda ishlayotgan o'ylab topganda. Orqani yopib yurish kerak-ku. Shitni oldi bekor turibmiz-da. Nimaga? Bizda ham video chiqib ketmasin. Ko'rdinglarmi? Messi 6 yil degandan Camp Nouga uyga qaytib keldi. Sindoshim Nargizga o'xshaganda. Nimaga? U ham har ikki kunda uyga qaytib keladi. Kecha molda ichibsiz, ichkilik yaxshi emas oshnalar. Lekin yaxshi emas, ichkilik yaxshi emas. Achchiq ekan, yutumi ham boshqacha, yo'qmi? Senga ham bildimi? Ha, undan oldin olib kelganing zo'r edi. Endi ashnab kelaman. Bo'l, o'shani olib kel. Bu yangilikni qaranglar. Bu? Andijon viloyati Marhamat tumanida Tristar kompaniyasining asoschisi bor ekan, Shohruh Abdusamiy degan aka. Shu biznesmen aka ikki xonali uyni shunday berib yuboryapti ekan. Shohruh Abdusamiy Instagram profiliga podpiska bo'lasan. 29-noyabr kuni Marhamat tumani shaxmat maktabi yonida katta konsert bo'ladi. Mana shu konsertda podpiska bo'lganlar orasidan 7 kishi, konsertga kelganlarning ichidan 3 kishi, общий 10 kishi tanlanib, ichidan bittasiga uyni ber ekan. Qolganlarga ham boshqa sovg'alar ham ko'p ekan. Yo'q-a? Yulduzli mehmonlarga qara, Malika Ravshanova, bu mening onam va Izzat Shukurov kelayotgan. 29-noyabr marhamatga ketdik. Ketdik, men yozib qo'yaman, boshqa g'iybat olmaymiz. Ana komi bor-ku, kecha kechqurun Lasitida keldi. Bugun trekerda ketdi u. Onasini ham sen bo'ldi-da. Erkak kishimiz har kuni g'iybatmi? Shoh chiqardim g'iybat qilaverib. Xudoratlarni qara, limonlarni qo'yib qo'yib, biznes do'konlarda big'illatib yotibdi. Bilaman qanday olganini ular, kreditga olgan, orqasidan bankdagilar yugurib yuribdi. Men ham o'ylab yuribman, G'ofir aka bor, bunga kafil bo'lgan ekan, uyga kelib janjal qilib yotdi. Oxiri voy. 36, 37, 38, 39, 40. 4000 ga Matischani onasini o'ppaganidan olib ketaman. Ye, o'rtoqlarim. Mana qarang, kechagi 10x nima qilding? 10x tarqasiga Malibu Premier yopishtirdim-da, tiqib yubordim Malibu qilib. Ya assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Nodir bilan do'st bo'lganim borlaringga shukur. Menga yordamlaring kerak. $4000 naqd pulim bor. Bozorda eng oltin Matizini qarz bo'lmasdan menib chiqib ketay deyapman. qancha naqd puling bor? $4000. Tintagmisan? Bozorda naqd pul qochgan. $4000 ga 3000 kredit chiqaramiz. Ideal Spark mindirib yuboraman. Qiynalib qolaman 7000 ga. Qiynalmaysan. Mana qara, necha puling bor? 7000. Nima moshon olibsan? Spark. Qara, 7000 pulingga shuna $5000 qo'shasan, 12000 bo'ladi. 12000 ga qop-qora Gentra 100% tonirovkalar bilan beraman. Necha pul puling bor? 12000. Nima olmoqchisan? Gentra. 12 ga 8 qo'shamiz, 20 ga. Ideal Premier Malibu mindirib yuboraman. Malibuga qiynalib qolaman, jinnimi? Qiynalmaysan, Malibuda qiynalib yurgan odam ko'rganmisan, ammo xursand bo'lib yura. Hozir men 20000 topsam, menga ana shu Premier Senga emas, Sen yaqinlarga, yaqinlarga. Birpasda o'zingni qo'shib olasan, oshna. Yandex qilib ham uzamanda, to'g'ri. Uzvarasan, Odamlar oyliging bor, ishing bor. voy do'st, yaxshi ham do'sting. Malibu qo'yadi qizini beradi. Nodirdan $3000 foyda qilibmiz. Qara, mana shu $3000 ga bitta zo'r match olib, o'sha Vikipga chiqaraveramiz. 3000 puling bor. Nima qilasan, naqd ishlatib 2000 kredit chiqaramiz, Spark olib beraman. Menga o'tmaydi, o'zimizga Ha, qilaveramiz. mashinniklar ushadimmi? Nodir ko'zingga nima churib qilib olding? Senlar Malibu olib bergandan beri ko'zimda cho'p turadi. Kechasi kunduz uxlamasdan Yandex qilib ham uzalmayapman, bankrot bo'lyapman. Senlar ko'zimga cho'p chiqdingmi? Men senlardek o'yinga. Shantaj qilma, nima uchun shantaj qilasan? Necha pul bilan kelding? 4000 naqd pul bilan kelganman bozorga. Intagida qara, 4000 naqd puling bor ekan. Matiz olmaysanmi, naqd asal? Matizga deb kelganman. Kreditga olmaydi. Intag. Akalar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Sizlar mashina olib berasizlarmi? Necha pul pulingiz bor? 5000 pulim bor. Nima olmoqchisiz? Spark. Spark nima qilasiz? 5000 ga 10000 kredit chiqaramiz, trekker zo'rini olamiz. Yuring aka. Aka. Sen tur. Jon aka, ishonmang bularga. Mashinniklarga ishonmang. Ishonmagin do'stingga cho'p chiqadi, ko'zingga kelib yuradi. Mashinniklardan zerikdim. Do'stim o'lgurlar. Isho, hoy. Hoy, hoy. Isho, hoy. Hoy, hoy. Dada, pul bering. Hoy, hoy.
Senga erlikka nomzodlarni ona qizim. Hammasini bittada chaqirganman. Sen ham meni tashlab ketib qolasanmi? Yig'lamang dada, xolasi hech tashlab ketmayman. Qa ketmaysan, ketaver, tushundingmi? Aktyorskiy qilib qo'yapman. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, qizimga nomzodlar, qayda o'qiysiz? Endi o'qimoqchiman. Qayda ishlaysiz? Endi ishlamoqchiman. Onangni bir. Qayda yashaysiz xatyapti? Qizingizga uylansam shu yerda yashayman. Qizim senga happy lifemi? Sen o'zingni topfa birinchi, tushundingmi? Ha, o'g'lim jiddiysan, nima ish qilasan o'zing? Qassobman. Yo'q, bu odamlarga go'sht sotmasdan hammasini o'zing yeganmisan deyman. Tushunmadim. Kuyovim bo'lsang, sal hazilda ham ko'tar-da. Seriyozmi, men ham o'zim o'xshamadi. Latta. Ana nur, ana fayzi baraka. Uyga kirib kelgandan sovuq javob qilmasdan qizimni senga berib olmoqchiman, peshanangdan. Nima ish qilasan? Men e'ligan generatorda ishlayman. Generator nima u? Generator tok o'chgan paytda sizni tok bilan ta'minlaydigan stanok. Uni 3 kilovatdan 1000-2000 kilovatgacha turlari bor. Bu restoran bo'ladimi, mehmonxona bo'ladimi, hamma yoq tok bilan ta'minlab beradi. Tushundingizmi? 2 yil servisga, 1 yil zavod defektiga garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka bepul o'zim olib kelib o'rnatib beraman. Qayda bor ular? U Andijonda bitta filialimiz bor, Toshkentda ikkita filialimiz bor. Yana to'kda uyingda muammo bo'lmasa ekanda, nevaralardan problema bo'lsa qarada. O'zim xohlasam o'chirib qo'yalaman. To'ylar muborak, kuyovim meni. Faqat adajon, ikkalamiz to'ydan keyin yomon yurmaymiz ko'chada. Nimaga? Ikkita xunuk ko'rinadi. Paxta tersang toza ter, chanog'ida qolmasin. Qizni bersang kalga ber, uyda umuman to'kdan problema bo'lmasin. Menga qizini bermadi, men sevaydim uni. O'lib qolaydim unga. Nima o'lyapti? Tire onang demgina. Assalomu alaykum, Yandex chaqiruvmidingiz? Atela biznes chaqiruvdim. Chiroyliroq yigit keladimi? Sochi yo'q, chol kelganmi? Onangni ber. Seni bu Yandex chachim bilan tortib ketmayman sizni. Voy, uzr akajon, sizdan bitta iltimosim bor edi. Faqat yo'q demang, iltimos. Paddeshka qilib yuboring aka. Paddeshka? Nodir aka, to'yimizga ham ozgina qoldi. O'zingizga qarab chiroyli kiyinib yursangiz bo'lmaydimi? Babnik. To'yimiz? Bular necha pul ekan? Qarang, bizning Brand Rose do'konimizda hozir aksiya qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Kimga olmoqchi edingiz o'zi? Sovg'aga olmoqchi edim. Bular necha puldan? Oyoq kiyim, shalolarimizdan Luboy 99 ming so'mdan bu skidka 20-oktyabrgacha amal qiladi. Voy, zo'r ekan shu jonim. To'yimizga shunday kiysangiz yarashar ekan. Bu jafrlar necha pul ekan? Bular ham aksiyada 99 ming. Shahnoz? Razmer nechi buni? O'rtoq, mana shularga men o'zim qaray. Shahnoz kim bu? Bo'laja, erim nima edi? Qanaqasiga ering? Men ikkita ishlab to'yimizga pul yig'ayotgan bo'lsam, sen qilib yurgan ishingni qara. Ko'rdim qanaqa ishlayotganingiz. Kim edi oldingizdagi oyimcha? Sen gapni burma. Bu kim bu? Kal. Onasini hamsini aka, bekor gapirsiz, kaldi-chi. Opam chaqirib olib, kal deydi, siz ham aka, men Yandexchi bo'lsam, sizlarga aktyormanmi? Ishqiy munosabatlarni o'zlaring hal qilinglar. Hey, sen ham suzilmasdan lo'ngni bir boqamda 42 ni mashinaga chiqarib qo'yaman, tushundingmi? O'zingni bos, nima deyapsan? Eminni yigitingni biqirlab bakkaga qo'y. Oy bile. Joningdan haqiqiy rohatimni topdim. Yigitlarni sardori, kelin qizni xaridori. Salom salom, kelin salom, kuyov yigit. Tor uyga tomosha qilib, qayninaga nima bor ekan-a? Qani ilohim. Hamma o'zidan o'zi tinmay ko'payishaversin, men ham ananasim bilan baxtli bo'laveray. Hamma xonasiga tezda. Onangimga issiq suv qaydan yaqilardi? Ha dada, oldinlari issiq suv bilan hech ishingiz bo'lmasdi. Voy o'ldi. Kallang qurg'ur, nechni onang kiryapman deyapti. Chiqmayapti lochinim. Zarra sa jhum lu main, अरे ना रे ना रे ना zarra sa ghum lu main. अरे ना रे ना रे ना Dadajon, o'g'irlanmagan kelin tugagan bo'lsa chiqarsizlar balki ovqatga. Bo'ldi ona kelinim, maylomda ololmayman-da, rohatay to'g'ri tushuning. Onangimga barbekü burger zo'rda. Lochim parvozga tayyor. Dazmol o'chirmay chiqibman.
yangi kelin dasturxonni yig'ishtirmaydimi? Buni yeganni men tozalab yuramanmi, dadasi? Kerak bo'lsa tozalab berasan, tushundingmi? Kelin bo'lmayolga bir qo'ygan tuzog'ingga men ham chidab yuribman. Nechni onasini topganimda, yetdim deganimda yiqildim, yomon bo'lmasin. Ha, ulug'mi o'lgur so'toq o'zi, bitta xotinga gaping o'tmayaptimi? Seniki xotini bizga o'tinmi? Ananasim o'zimda. Yoshsan-da, yoshsan. Voy o'ldi. Endi viloyatliklar Toshkentda kira qila olmas ekanda. Men ham 01 qilaman shekillik. Dada, zumday shotkam eskiribdi, yangisini olib bering. Ye, bo'ldi dona qizim, siraz yangisini, novinkasini ol. Menga desa, elektrichka yuvadigan olmaysanmi? Mana, senga beraman. Eskisini nima qilasan? Nima ham qilardim? Socham bo'ya bo'lmaydi, tashlavoraman. Ey, yo'qolay opa, qoch. Dada, menga ham cho'tka olib bering, men bir oydan beri qo'limda yuvaman. Uzilib tushadi yaqinda. Ye, aka-uka degani ham shunchalik urushaverar ekanda. Ona qizim, mana senga novinka cho'tkaga pul. Ulim, endi dadam menga katta e'tibor beryapti deb kibrlanib ketmagin-a. Xo'pmi? Mana senga yangi cho'tka. Bu cho'tkadan qo'lim yaxshi-ku. Dada, men ham shu tovuqdan yeyin. Yomon bir nafsing chukkullagan bola ekansan, ey. Ona qizim, mana shu suyagingni oxirigacha yema. Mashina so'rib o'tir. Ha qizim. Ketdim, men pasportimga Bobik deb yozdirib kelaman. Neyni bir kun shu ilonni yetaman bor. Saloh, ulug'mi o'lgur Saloh. Nima telefon qilganimda ko'tarmaysan? Dada, bu telefoningiz ilon o'ynashdan boshqanisiga yaramaydi. Batareykasi ham ishib ketgan. Ishib ketgan bo'lsa toshbaqaga qo'y. Hurmatli podpischiklarim, agar oxirgi qo'ygan postim 100 ming like yig'adigan bo'lsa, men sizlarga ukamni qiziga cho'qingan videosini ko'rsataman. Uf, dada, yangi telefon olib bering. Ye, ona qizim, yaqinda 15 Pro Max olib berdim-ku. Hozir 16 chiqqan. 16 ning chetida knopkasi ham bor-da, dada. Iya, ertaroq aytmaysanmi, jon qizim? Bitta knopka bilan farq qiladigan bo'lsa, hoziroq olib beraman. Katta farq bor ekan u. Ey, qaychda menga bitta batareyka olinglar. Batareykasi yo'q, telefonda o'ynab o'tiribman. Qani, 16 yoqdimi ona qizim? Yoqdi. Shu onangnimga chirilligini qara. Buni tustoq jimpirda ham olib beraymi? Ey, dada, buni 10 kundan keyin sezon o'tib ketadi-yu. Sezon o'tsa yana olib beraman. 10 kundan keyin yana sezon o'tsa yana olib beraman. Charchamayman men. Dada, bu sal katta-yu. Bu onangnimga qolibday tushganini qara. Yangi kuyov qolsan, o'g'lim. Sizga ham katta, dada. Nima qilibdi? Ota-bola almashib kiyveramiz. Hozirda o'ylama, jon o'g'lim. 10 yildan keyin ham kiyishing kerak bu kiyimni. 10 yildan keyin ham to'ldira olmayman buni. Big'illatib qo'yaman, otaga gap qaytaraman. Tushundingmi? Opangdan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Nima bersam, "Xo'p dadajon, rahmat" deb ketadi. Sen bola o'zi erkalanib ketding-da, ash cho'tka buzdi seni. Ona qizim, Opamni o'ldirsam necha yilga qamalar ekanman, ha? Murodjon, basharasiga qo'y, kallangga teng. Uy, qoch, Murodjon, davay bos, big'illatib qo'y, Murodjon. Ha, onang, qoch. Dadasi, boksda ham shunday ko'radim. Muncha baqir-chaqir qilasiz. Qo'shnilar ham eshityapti. Uyat. Xuddi Murodjon hozir chiqib sizni urib yuboradigan-dek, yo'q. Ham Murodjon siz kuch to'plab oladigan-dek, qoch deysiz-a? O'zingiz sal yig'ishtirib oling. Boksda ham shunday ko'radim. Uyda erkagisiz. Tavba. Hop. Nihol senga ham zarilmidi shu odamga Amirga erga tegib Kamol bilan sevishib yuraversam bo'laverardi. Amir meni oldimga kelganda edi, boshini burib Amirni chiqarib qo'ygan bo'lardi. Oxir endi binada bo'lib ketishadi hammasi. Ha, yaxshi nima bo'lyapti? Kamol o'lyapti, Amir o'lyapti, Nihol ersiz qolyapti. Men ham qornim och, Kamol bilan Amir bilan teng o'lib qolmaysan, eringga ham e'tibor bergin. Kinoga ham shunchalik siqiladim. Bu kino bo'lsa, men endi qornim och. Bolangni pampersi futbol to'piga o'xshab to'lib yotdi 2 kundan beri. Bolangga e'tibor ber, kinoga e'tibor berganda, menga ham shunchalik siqilmaysan. Kim? Xolangning erimi bu? Kamol. Ha? Ya ammangning qizimi? To'g'ri ovqat big'illatib qo'yaman hozir. Xo'p. Bu oddiy kino bo'lsa, xotinlarga ham hayronsan, Sen shohida yursang, men yuraman bargida. Bozorda yolg'on bo'lmasin. Mol sotsang aybini aytib sotishga olma, big'illataman mazgiylar. Assalomu alaykum usta aka. Alaykum assalom. Xotin bitta mashina olmoqchi edik. Aha. Toza deyishyapti. O'zingiz bitta ko'rib bering. Mana shu toza mashinalardan yomon zerikdim. Baqa yurchi? Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Mashina 2024, kraska toza, 0 probeg. Nimaga 5000 dollarga berib o'ryapsiz? 5000 dollar boshlang'ich narxi. Qolgani 50 yilga 500 dollardan xolos. Onasini emsan. Necha yoshga kirding? 20. 50 yildan keyin 70 ga kirasanmi? Mashinani uzib boq, o'laverasan aka. Uka, baqa yur.
Boshqa mashina ham bor, hoji aka. Tavba qildimi? Mendan qora mashina olishing shartmi? Katta bola bo'lmoqchi edim-da. Katta bola bo'laman deb bozorga latta bolaligingni isbotlab qo'ymagin. Mana buni ko'rib beringchi. Buni ism familiyasi nima ekan? Keling hoji aka, bu to'choq ham o'zimizga qarashli. Aptekachi mingan 2015-yil. Atiga 10 ming probeg yurgan xolos. Voy, zo'r mashina ekan-a. 2015-yil bo'lsa, inasini yerdan 10 ming probeg bo'laman aka. Ha, ishiga borgan kelganda hoji aka. Nima, shunda aptekasi uyda bo'lganmi? Aldayapti, yur baqa. Usta aka bo'ldi. Mana shu mashinani olsam ham olaman, olmasam ham olaman. Menga farqi yo'q, qara. Aka qancha deyapsiz? Aka, buni narxi bo'lishi 14 ming. Mencha qimmat aka, 14 mingga nima balo? Hoji aka, hozir jentralar narxi oshgan. Uni ustiga masla, navrotlari qilingan. Mayli, olaylik, mana puli. Berib yuboring bo'ldi. Menga farqi yo'q, shashilyapsan bola. Aka, mana 14 ming baraka. Bo'ldi, rahmat. Dadasi green kartam chiqdi, endi Amerikaga ketamiz. Yo'q, rostdanmi? Ha, bizga mashina kerak emas endi. Aka, bo'ldi, pulni bering, kuch baratmen. Bu sizlarning mashinalaring. Baraka bo'ldi hoji aka. Nima? Bularning basharasi endi ochilyapti. Bo'pti, qaytarib sotamiz 14 mingga. Ha. Yo'q hoji aka, 14 mingga qimmat. 7 mingga bo'lsa olib qolamiz. Jentralar narxi hozir tushgan. Nimaga 2 mingta tushib ketdimi? Yarim pulini aytyapsiz. Qarang, 70% kraska. Kapot almashgan. Uni ustiga 2 marta yumalagan. Butun bozor biladi. Navrotlari ham bor buni. Hoji aka, xohlasangiz navrotlarni yechib oling. Isming nima edi seni? Mishka. Mishka emas, mashka degin to'g'riroq bo'ladi. Endi kuching boricha mana shu bozor bo'ylab qoch uka. Nimaga? Yetib olsam 14 ming dollarlik bixillataman men aka. Voy hoji aka. Voy hoji aka. Yandex xime men o'lay. Kobalt meni bitta ham ko'karmadim. Mana endi Malibuni 32 yilga 500 dollardan oldim. Здравствуйте deb skromnik biznesda. Девушка, сдачу. Братуха, не надо. Ой, joningni. Birinchi vizibmi? Первик vizib. Assalomu alaykum. Yandex chaqiruvdilarmi aka? O'zimni chiya borim. Kelding ukam. Ketingni ochib bor mollarni yuklaymiz. Yana Malibuda ketamizmi? Bivayda chaqirmabsan-da. Bo'ldi aka, ochaman. O'zi menga bitta ham sog' odam uchramaydi. Sen tasha olmayapsan. O'zingdan ta'zir tashagan. Kuchlar bularni tez. Akalar, Malibuda paklashganmi? Ukam, musor mashinaga sig'madi. Orqasiga ortib yetib olamiz. Ey, urganimda-chi, ikkovingni xotirangni fleshkaga o'tkazib qo'yaman hozir. Ukam, puldan muammo qilma, pul ko'p. O Yandex ukam, bular bilan o'ynashma, puli ko'p. Uyida taqosi bor. Yo'q, beringlar aka, o'zim yuklayman. Ukam, biznes nima faqat Yandexchilardami? Bizlarda katta bizneslarimiz bor. Prosta o'zimiz chinlikka solib yuramiz. Akalar, o'tiringlar, xijolatga qo'ymay, o'zim qilaman. Qiyomatli akalarimni topdim. Bu Brand Rose do'koni. O'zimizga qarashli. Kibrni sindirish uchun shunaqa yuribmiz. Borsa aylanib turgan biz kasada ishimiz bor. Chopka. U onasini emsan, yelkamga baxt qushi qo'ndi. Aktyorlarga o'xshab kambag'al bo'lib kiyib olganda bo'lardi. Senim vaziyatni tushuntirmaysizmi? Bu Brand Rose do'koni 20-oktyabrgacha do'konimizga katta skidka ketyapti. Shim, oyoq kiyim, vitrovkalarimiz barchasi 99 ming so'mdan. Uni aytganimni buni hamma biladi-yu. Ular kimlar? Boshliqmi? Jon aka, iltimos qilyapmiz. Erkak kishini iltimos qilganini ko'rganmisiz? Aka, baklashga so'rayapmiz. Joningiz so'raganmiz yo'q, aka. Ularmi? Har kuni kelib yalinib baklashga terib ketadi. Yo'q, onangni emgirlar. Yandexchilarda o'yin qildingmi? Big'illataman. Rahmat senim. Yandexchilar senlarga o'yinchoq bo'lib qoldimi? Bittadan tufursa ham cho'yib ketasanlar. Endi shu qilganlaringga ham o'tirasanlar. Aka, balki kelamasdir-a? O'tir, big'illataman. Onangni emgirlar. Yandexchilar o'yin qilgan. Bozorda yolg'on bo'lmasin. Molni sotsang aybini aytib sotishga olma, big'illataman mazgiylar. Assalomu alaykum usta aka. Alaykum assalom. Eri xotin bitta mashina olmoqchi edik. Aha. Toza deyishyapti. O'zingiz bitta ko'rib bering. Mana shu toza mashinalardan yomon zerikdim. Baqa yurchi? Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Mashina 2024, kraska toza, 0 probeg. Nimaga 5000 dollarga berib yuryapsiz? 5000 dollar boshlang'ich narxi. Qolgani 50 yilga 500 dollardan xolos. Onasini emsan. Necha yoshga kirding? 20. 50 yildan keyin 70 ga kirasanmi? Mashinani uzib boq, o'laverasan aka. Uka, baqa yur. Boshqa mashina ham bor hoji aka. Tavba qildimi? Mendan qora mashina olishing shartmi? Katta bola bo'lmoqchi edim-da. Katta bola bo'laman deb bozorga latta bolaligingni isbotlab qo'ymagin. Mana buni ko'rib beringchi. Buni ism familiyasi nima ekan? Keling hoji aka. Bu to'choq ham o'zimizga qarashli. Aptekachi mingan 2015-yil. Atiga 10 ming probeg yurgan xolos. Voy, zo'r mashina ekan-a. 2015-yil bo'lsa, inasini yerdan 10 ming probeg bo'laman aka. Ha, ishiga borgan kelganda hoji aka. Nima, shunda aptekasi uyda bo'lganmi? Aldayapti, yur baqa.
Usta aka bo'ldi. Mana shu mashinani olsam ham olaman, olmasam ham olaman. Menga farqi yo'q, qara. Aka qancha deyapsiz? Aka buni narxi bo'lishi 14 ming. Muncha qimmat aka, 14 mingga nima balo? Hoji aka, hozir jentralar narxi oshgan. Uni ustiga masla, navrotlari qilingan. Mayli, olaylik, mana puli. Berib yuboring bu. Menga farqi yo'q, shashilyapsan bola. Aka mana 14 ming baraka. Bo'ldi, rahmat. Dadasi green kartam chiqdi, endi Amerikaga ketamiz. Yo'q, rostdanmi? Ha, bizga mashina kerak emas endi. Aka, bo'ldi, pulni bering, kuch varatmen. Bu sizlarning mashinalaring. Baraka bo'ldi, hoji aka. Nima? Bularning basharasi endi ochilyapti. Bo'pti, qaytarib sotamiz 14 mingga. Ha. Yo'q, hoji aka, 14 mingga qimmat. 7 mingga bo'lsa olib qolamiz. Jentralar narxi hozir tushgan. Nimaga 2 mingta tushib ketdimi? Yarim pulini aytyapsiz. Qarang, 70% kirasgan. Kapot almashgan. Uni ustiga 2 marta yumalagan. Butun bozor biladi. Navrotlari ham bor buni. Hoji aka, xohlasangiz navrotlarni yechib oling. Isming nima edi seni? Mishka. Mishka emas, mashka degin to'g'riroq bo'ladi. Endi kuching boricha mana shu bozor bo'ylab qoch uka. Nimaga? Yetib olsam 14 ming dollarlik bixillataman men aka. Voy hoji aka. Voy hoji aka. Alo Dildoraxon, mashinamning ustiga singan yurak yopishtirib ketgansizmi? Bugun kechki yuragingizni yamayman-da. Ha? Qichqiq bo'lib boraman. 18 yashar dirkillanma yigit bo'lib boraman. Cho'tta shu dadamning yurishlari nitoda. Shu qariganda qaynatamiz, zapallarini ko'rib yurmasak bo'ldi-edi. Yur. Aram zamzam. Qani to'y bola tasqichi? Brend Rose'ga to'g'ri keldimmi? Meni gijinglagan toy qilib qo'ygan jonim bolam. Bugun kechga hal qiluvchi uchrashuv bor. Yurak yamag'ani boraman. Otaga kiyimdan do'dashyapti, kakasi ketyapti. Keling bu yoqqa. Qara. Uchrashuvga tarakan bo'lib boraman. Otaga mashti ko'rib turgan hamma vitrovkaning narxi haftaga 99 mingdan. Mencha arzon. Bu boshlanishi baqqa yuring. Buni shimlang qancha o'lim? Shim shalvarni ham 99 mingdan. Patsvet qilaman. Kampir bir kampot olsin bugun menga. Otaxona. Voy dod, arin uyasi, mazza, yo narsalar qanchadan bular? Otaxon jag'is tinmas ekan, do'konimizdagi hamma narsa 99 ming so'mdan. Bu skidka 20-oktyabrgacha. Jonim bolam, qalay 18 yashar yigit oldimmi? Bizni duo qilish o'rniga qilib yurgan ishingizni qarang. Oxiri qo'ni qo'shnilar oldi, sharmanda bo'lmasak bo'ldi. Uf, yana senlarmi? Qayerga borsam ko'timdan dumbob yurishib, jonimga tegib ketishding. Meni ham baxtli bo'lishga haqqim bormi? Big'illatib qo'yaman. He? Men oshqozonim ishlamasa hamchi, tinmay ovqat yegim kelaveryapti. Toshkentda bitta to'y qilaman. Kirib borganda ham kanne sunnaylar bilan kampirimda oppoq fotada kirib boraman. Big'illatib qo'yaman, yo'qol ko'zim ko'rinishmi? Uylanaman. To'y qilaman, iplaqdan yo'qol ko'zim ko'rinishmi? Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Alo, ha Zulfi? Dadasi puldan bering, men ham lo'mni boteks qilgizay. Iye, sen ham o'rdoqlik bo'lmoqchimisan, Zulfi? Ha bo'ldi, erimni ishlarini barakasini bersin, halolidan bersin, haramidan bermasin bizga deb duo qilib o'tirgan, xo'pmi? Oltin qalaming soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. Assalomu alaykum ota. Yandex chaqiruvmidingiz? Biznes mashinam bu bolam, bir omonatim bordi. Shuni chova-chova egasiga yetkazib borsang degandim. Ota, agar konvert ichida pul bo'ladigan bo'lsa, ola olmayman. Voy, hammang pulni deb yuribsan, jonim bolam. Uni dingillatadiganing nech pul ko'rsatibdi? Xo'p, 67 ming bo'lar ekan ota. Sheriklaringdan ko'proq olib kelavergan. Ko'p gapirmasdan buni yuzda olginda, mana shu omonatni qisib egasiga yetkazib bergin, tushundingmi? Qani ilohi amin. Top tushishingga baraka bersin. Hozirgi boshingga tushgan mushkuling oson o'laversin. Amin Alloh. Qanaqa mushkul? Jinnimi bu? Pochtangiz kelmayapti-yu. Pochta sizgami-da? Keldingizmi, uka? Keldim aka. Mana omonatingiz, men ketdim. To'xtang, ichini bir ko'raylik-chi. Ichida balo ham yo'q-ku. Nima? Alo. Alo, shaydaman, yetib keldim. Bu ham shantajlik qilyaptimi? Tanimayapti. Birovni haqida qo'g'mas ekanda, ko'rinishingdan tuppa-tuzuk bolaga o'xshaysan, jon uka. Qanday bergan bo'lsangiz, shuni olib kelib berdim, tog'a. Men senga 20 ta qog'oz beraverdim, jon aka. Yaxshi gap yaxshi, ammo Malibu'ni Matizga aylantirib qo'yaman. Oltin qalamim bor, tushundingmi? Menga shantajlik qilmang, tog'a. Bo'lmasa yozaman ekanda, jon uka. Men senga tira olayotgan joyim yo'q. Men ham insonman uka. Sekin-sekin qilib beraver. Hozir oldingda qancha pul bor? Shu tog'a boya bergan 100 dollaringiz bor. Bo'ldi. Yana 1900 ni sekin-sekin qilib beraverasan. Men ham insonman, tushunaman. Texpasportingni ber, ishonarli bo'lsin. Texpasport. Mang. Bo'ldi. Endi bugundan keyin birovni haqqidan qo'rqqin, xiyonat qilmagin, tushundingmi? Big'illataman olib kelib bermasang. Alo, Zulfa? Shukurlarda yuragim boshqacha uryapti. Ayasi! Labbi dadasi. Bugun taksichilik zo'r bo'ldi. Kayfiyatim a'lo, keling baqa.
Voy, mengami? Sizga, ayasi, bundan battariga loyiqsiz siz. Rahmat dadajon, xursand bo'lib ketdim. Dadasi kayfiyatingiz yaxshiligida aytib oling. O'rtoqlarim bilan gap o'ynagan. Sizni tushundim ayasi. Mana 1, 2, 3. Gapingizga, xo'pmi? Voy, Endi aylaningchi. Voy, taksichini xotini degan nomingiz bor. Bunaqa bir xil ko'ylakda yurmang ayasi. 1, 2, 3. Mana o ko'ylagingizga. rahmat. Mana gapingizga yo'l kiradi. Voy, rahmat. Mana 200 qoningizga. Mana ham nimadir qiling sizga ayasi. Dadajon, rahmat, pullaringiz ko'p bo'lsin. Ovqatingiz tayyormi ayasi? Tayyor. Sizing bir yeylik. To'xtang, dadasi, ayamlar 3 kunga mehmonga kelmoqchi edi. Kelsa bo'laveradimi? Nima deganingiz? Bu qalbimda chechagi. Kelishaversin, mehmon qiling, aylantiring Toshkentni. Ayam men ham, ayam siz ayasiz. Yuring ayasi. Ko'z tegmasin. Onangni emmaga. Ayasi! Ayasi! Labbe dadasi. Suzilurmi? Xotin kalashga o'xshab, bor kechay bergan pullarimni olib chiq. Mashinam buzilib qoldi. Gapim, ko'ylak olmoqchi edik. Va gaping bilan ko'ylagingni onangni emmaga pishirib yeymanmi? Mashinam buzilib qoldi. Senga aytsa tushunasan. Gapim desang mashinam tushunadimi? Bor olib chiq. Xo'p, hozir. Dadasi, ayamlar yo'lga chiqib qo'yishibdi oma. O, rosa zo'robdi-da. Kakras ayalaring kelgandan keyin ayang bilan hamma narsani yig'ishtirdi. Ko'zimga ko'rinmay dab bo'yinglar. Tushundingmi? Onangni emgir gullima qilyapti bayda ayasi. Hozir dadasi, hamma erkaklarning ham birinchi xotini mashinasimi? Ayasi? Ketyapman. Eshitdingmi? Nomerlarga ism yozdirsa bo'lar ekan. Men ham Nodirbek deb yozdirib olaymikan-a? Ha, jinni pinni emasmisiz aka? Big'illatib qo'yaman. Qizil yondi uni, peshobga o'tyapti. Iye. Bitta qishloqda ikkita Nodirbek bo'lsa nima bo'larkin-a? Aka, qizil yondi deyapman. Garangmisiz, kassoymisiz? Onasini emsini, mashina ham minib bo'lmay qopti. Chingalchiga o'ynab yutgan. Ha, o'ldirib yuborish. Boshina minma. Baqa kelgin, onangni emgir. Boylarning mahallasida yurib qopsiz, uka. Ko'chani sotib olganmisan? Nima signal chalaverasan? Aka, befarosatmisiz? Nima sariqni to'xtab oldingiz? Sariqda gaz bossin degan joyi bormi? Qizil bo'ldi, onangni emgirdi bolasi. Biz ham yuraylik. Yur! So'zlanaymi laqabing? Ha? Chigitganmi? Sakirab o't, jon uka. Men qachon ko'karaman? Bunaqada o'zingni bosib olishgan. Qayga shashilyapsan? Marafon o'ynayapsanmi negerlar bilan? Payga o'ynaysam chaykami bu? Nexi uchun jon uka. Oy, namuncha shang'illading, kal. Men shang'illadim hali. Kelganingdan beri pop etib cholarmisan, ha? Cholarmisan? O'zi hayotda kasbing nima, jon uka? Men aka O'zbekiston bo'ylab gazon ekaman. Cho'l joylarini bog' qilaman. Xullas, ora-orada o'tni ishini qilaman. Voy o't bashara. O'zi turishingni o'tga o'xshab turavding. Libo joyda o't ishini qilib ketsan kerak hammaga. Ya mayli, yana archa ekaman, sug'orish sistemasini noldan qilaman, landshaft dizayn qilaman. Voy bila, bu ham menga o'xshab jinni ekan, ko'rdi qorong'ida top. O aka, men sizni tanidim. Ana u qachon ko'karaman deb yurgan akasiz, ha? Davay peshonangizga yam-yashil gazon tortib beraman. Bittada ko'karasiz. Mana shu gapni bekor aytding. Endi big'illatmasam erkak emasman, baqaka. Ma. Ya, yoshdan big'illat ekan. O'tini chiqarib qo'ydi. Yo'lni bo'shat, yur, tormiz. Muncha beshabisan, dibas qisib yuraman hozir. Ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Ha, bo'pti, bir narsa zakas qilib olarman. Ashna qiling. Ayasi ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Qorni ochib ketdi, to'rqa qarab turaman. Ayasi ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. To'rqa, ayol kishimisan, molga o'xshab o'tiraversan bo'yanib, to'r. Big'illataman hozir. Erkalaysanlar. O'zimiz ham joy oshirib yuboramiz-da. Ashna qilib erlarimiz urushib turmasa qilmaymiz. Ayasi! Pishyapti dadasi. O'zi men biznesmenman. Rosa katta bizneslar qilaman. Sayohatlarda, aylanishlarda rosa yaxshi ko'raman, Shahnozaxon. Rostdanmi? Ha, erkak bitta gapiradi-yu. Aka, sous berib yuboringlar, iltimos. Aha, sous? Restoran ochdim yangi. Ashida Mursko chichivichi yetdim, sousini bermabdi. So'kib qo'ymasam bularni Shahnozaxon? O'zi Nodir aka, men ham rosa to'q oilada o'sganman. BMWni ustiga bergandim, kibrni sindirish uchun taxoda yuribman. Baxt oddiylikda-ku, to'g'rimi?
To'ppa-to'g'ri Shahnozaxon. Ertaroq qa dedingiz, uzukka ko'z qo'yganday emasmiz bir-birimizga. Nodir aka, qachon ko'rishamiz? Yo'q, meni hozir amerikalik investorlar bilan ko'rishim bor. Sirasiz ularni kuzatib olay, ko'rishamiz Shahnozaxon. Assalomu alaykum, Yunusobod aka, baribir ketiriyor dastavkaga. Hozir 2 minutda chiqadi. Bo'ldi aka. Shahnoz, bada nima qilib Shahnoz aka meni yashiring? Nodir aka? Nodir aka, nima kiyib olgansiz? Ha, boyvachchi, qo'sha-qo'sha bizneslarim, mashinalarim, restoranlarim bor degansiz. Qani o'shalar? Oddiy ishchi ekansiz-ku. Baqir-chaqir qilib odamni sharmanda qilavermang Shahnozaxon. Kibritni sindirish uchun men ham shundan yuribman. Yo'q, siz o'z sayohat qilishni yaxshi ko'raman deb to'ppa-to'g'ri aytgan ekansiz. Dastavchilik qilib har kun mahallama-mahalla. Yigitlarga ham hayronman. Yolg'on gapirib nimaga erishadi bilmayman. To'g'ri meni. Voy, yangi kelgan o Farrosh qizimiz qani? Shahnozami, Zulfiyami, kim edi? Keldim shetdaman. Nima qilib gaplashib turibsiz? Tezroq kirib ishingizni qiling. Aha, bo'ldi boshliq. Hozir kiraman. Yolg'onchi, qaytib ko'zimga ko'rinmang. Onang demgir. Ko'r-ko'rdi qorong'ida topdi-ya. Shahnozaxon to'xtang-da.